Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbetda registratsiya qilib o'tib ketaylik deb kelgan. Birinchi tagini bosamiz. Birinchi tagini bosganimizdan so'ng siz qaysi davlatda, qaysi so'mda o'ynaysiz? Dollarda, yevro yoki rubl. Siz hozir turgan davlatingizga kirgizasiz. Promokod F777. Shu promokoddan o'tsangiz pul kirgizish va chiqarish oson bo'ladi. Ham yana bitta plyus tarafi $500 1500 gacha bonus olsangiz bo'ladi depozitingizga qarab. Registratsiyani bosamiz. Registratsiyani bosganimizdan so'ng kapcha avtomobil to'xta. Mana bizlarga bitta akkaunt ochildi, uni shuni skrin qilib olamiz. Chunki pul kirgizib chiqargan paytimizda bir xil payt akkauntimizdan chiqib ketadi, pulimiz qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun skrin olamiz, erta kerak bo'lib qolar. Dalilni bosamiz. Dalilni bosganimizdan so'ng pul to'ldirish. Mana o'zi пополнять shu so'mda oldi turibdi. Shuni bosamiz. O'zimizga kerakli miqdorda Humo, Uzcard, Click yoki Visa shulardan pul to'ldirsangiz bo'ladi. Kriptovalyuta pul chiqarishda nastroykachani bosamiz. Nastroykachani bosganimizdan keyin mana o'zi plyus kashulagachani oldi, plyus turibdi, u pul kirgizish, minus pul chiqarish. Pulimizni chiqarib olsak bo'ladi keyin. Hammaga omad. Promokodimiz F777. 500 dan 1500 gacha bonus beradi. Ham pul kirgizish va chiqarishda mana qiyinchiliklar tuyulmaydi.